Hamid aka, Tracker 2 ning Xitoy versiyasi O'zbekiston versiyasidan yaxshimi? Qiziqmi? Unda katta ko'rsataman. O'zbekistonda eng sevimli bo'lgan Tracker avtomobilini Xitoy bilan O'zbekiston versiyasini farqini tushuntirib beraman. Qaysi biri tezroq Hamid aka? O'zbekiston tezroq, Nimaga? ot kuchi ko'proq, Qaysi biri yumshoq? Xitoy yumshoqroq. Bunisi nega? Hado'yda asosan hamma zapchast original ishlatilgan. Qaysi biri tormozi zo'r? Xitoyki zo'r, 4 tala g'ildiragi ham oporniy diskga turadi. O'zbekiston versiyasiniki baraban sistema. Qaysi biri rasxoti kamroq? Tak, Xitoyki kamroq даже 2 baravarga. Motorni sifati qaysi biri zo'r? Tak, sifatga darajasiga keladigan bo'lsak, O'zbekistonniki remen versiya, Xitoyki sepli versiya. Bunda remen uzilib ketib qolsa, motor ketib qolish ehtimoli kattaroq. Salon qismiga nima deysiz? Salon qismida asosan O'zbekistonlikda ko'p joyda plastmassa ishlatiladi, Xitoy versiyasida koja ishlatiladi. Kuzatuvchilarga qaysi birini sotib olishni maslahat berasiz? Agarda zo'rini topsa, Xitoy versiyasini maslahat beraman, lekin hozirgi paytda O'zbekistonda juda ham amramahol, yaxshisi kam qolgan. Xitoy versiyasini minganmisiz? Agar yana bir ikkita narsa qoldirib ketgan bo'lsam, kommentariyada to'ldirib keting. Videoni oke, Tracker'i qaysi biri zo'r degan do'stingizga jo'natib qo'yasiz. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.